Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, qanday ahvolinglar, yaxshimisizlar? O'tganda boshlagan oila ona tili ma'rifida biz diqqat qilishga tegishli nuqtalar deb so'zlayotganlarimda, men kelar qitim yasli yeshida ona til degan temada o'ylaganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashma degandim-ku. Bugun shu to'g'risida ozroq o'rtoqlashay. Yasli yeshi deganimda oldi bilan deb qo'ydiganim 1 yoshdan 6 yoshgacha bolalarni ko'z tutaman. Andan keyin sizlar bilan bu yosh bosqichida ona til o'rgatish to'g'risida o'rtoqlashmoqchi bo'lganlarimni bir o'ylab baxtimchu. Qarasam bir xilda jiq bo'lib ketgandek. Shunga men bugun mushning ichidagi eng oldi bilan sizlarga so'zlashim kerak deb qaragan bir mazmunimni o'rtoqlashman. Ya'ni buningda asosiga mening ota-onalarga qilgan bir xitoblarim va chaqiriqlarim bor. Buni so'zlashdan burun oldi bilan bir savol qo'ysam, bolalar birli vaqtda bir necha xil tilni, masalan bizning bolalarimiz birli vaqtda hem ana tilini hem o'zi tug'ilib cho'ng bo'layotgan shu davlatning tilini o'rgana olamdi. Buning javobi o'rgana oladi. Bu tadqiqotlarda isbotlangan, hem biz o'zimiz mujorat yashash jarayonida atrofimizga boshqa ko'chman millatlardan va o'zimizning bolalarimizdan ko'rdik. Bolalar haqiqatan o'rgana oladi. Lekin bizning bolalarimiz o'rgana oldimi yoki biz o'rgata oldikmi? Bizning bolalarimizning ahvoli qanday bo'lyotdi degan chaqda mening qarashimcha, mening ko'zishimcha, masalan men o'zim Yevropada yashayman-ku. Bizning bolalarimiz gerçi hammamizning bolasi azdır ko'pdir Uyg'urcha gap qismi, lekin bizda o'rganilgan bolalar oz sonliqni egallaydi, o'rganmagan bolalar ko'p sonliqni egallaydi. To'g'ri qilib aytganda, ko'pinchalarimiz bolalarimizni o'rganyotidi, azdır ko'pdir so'zlaydi, o'rgandi deb qarashimiz mumkin yoki o'rganyotidi, men o'rgatyapman deb qarashimiz mumkin. Lekin men shaxsiy manda o'ylayman, bizning bir o'lchimimiz bo'lishi kerak, buning uchun bir ko'rsatkichimiz bo'lishi kerak. Yani biz qandaq qilsak, qandaq saviyaga yetganini yoki qanchalik o'rgatganini, bolalarning qanchalik ana tili so'zlashini biz Uyg'urcha o'rgandi yoki bu bola Uyg'urcha biladi, Uyg'urcha so'zlay oladi. Men o'rgatdim deb qarasak bo'ldi degan nuqtada men bundaq deb o'ylayman. Masalan, bir bola 1 yoshdan 6 yoshgacha biz ana til o'rgatdik, bu bola o'rgandi. 6 yoshiga borgan chaqda hech bo'lmaganda bu bola kundalik turmushda ana tilini qo'lga olishi, sap Uyg'urchada atrofidagi boshqa Uyg'ur tilliklar bilan paranglasha olishi, fikr almashtira olishi, maqsadlarini bildira olishi kerak. Hem o'zi qiziqadigan ba'zi temalarda so'zliklar bo'lishi va shu temalarda hamma temada paranglashib ketamizmi? Shu temada masalan bir bola hayvonotlarni bek yaxshi ko'rdi deylik. Masalan bir bola odam boshligiga bek qiziqdi deylik. Mushta temalarda so'zliklarni ishga silib Uyg'ur tilida boshqalar bilan ancha-muncha paranglasha oladigan bo'lishi kerak ish bo'lmasa. Lekin hozir bizning ahvolimiz qanday bo'lyotdi degan chaqda realligimizga qarasak hamda biz ko'pinchisi bolalarimizni bu saviyaga olib kelolmadik. Yevropada ish qilib shunday bo'lyotdi. Turkiyada qarmoqqa Uyg'ur so'zlaydigan bolalar, shunchalik bo'lgan bolalar jiqdak ko'rindi, lekin Turkiyadagi masalan Uyg'urlarning bolalarining umum soniga nisbatan olib aytganda bu qanchalik nisbatni egallaydi, buningdan mening bir xabarim yo'q. Mening demoqchi bo'lganim, mushu yasli yoshlar shu qadar muhimki, buningda biz ana til asosini hech bo'lmasa shu darajaga olib bormasak, yiliqi maktabga kirdi emasmi 6 yoshida rasmiy 1-yillikni o'qishi boshlandi-ku. Ash maktab kirgandan keyin rasmiy pedagoglik o'rganish boshlandi-chu, u til yana bir tili bo'ldi. U o'rganish yana bir tili bo'ldi maktabning tilida. Bu til shu bolaning yiliqi asosi bek ajib sayliq ana tilini asal yeb ketadi. Hem bala o'rganishi tezlikdan cho'nqurlik qarab shu kuchaygan siri balaning tafakkurimi shu o'rganishni o'rganayotgan shu asos bilim olayotgan tilda bo'ldi. Asha qilib ana til undaq ojiz til keyingi yillarda davomlashga tegishli ana til o'rganishning asosi bo'lolmaydi demoqchi. Ham dedik-ku, bolalar birli vaqtda bir xil til, bir necha xil tilni o'rgana oladi deb. Amsi bizning bolalarimiz nemishqa o'rganolmayotdi? Biz zodi bir ishni xato qilyapmiz. Buning sababi nima bo'lishi mumkin? Bizning yetersizliklarimiz nada bo'lishi mumkin? Biz qaysi nuqtalarga diqqat qilishimiz kerak? Mana bugun mening sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lganim shu. Men shaxsan buning sababini bir necha nuqtalarga yig'inchoqlayman. Shunday deb qarayman, bu mening shaxsiy fikrim. Buning birinchisi mujoratda bizning sonimiz bek oz.
Biz chet elda nihoyat kichik bir ko'chman guruh bor. Masalan biz sonimiz oz, nisbatan tarqoq o'ltiraqlashimiz, hammamiz xizmatlarimizning ehtiyoji bilan uya bu yerlardan, uylardan ola olsak shu yerlarda turmiz. Bu sababdan bizning bolalarimizning uchrashadigan til muhiti bek tor. Nurg'un bolalarning hayotida ularga ona til so'zlab bergan opasi bilan dadasidan boshqa odam yo'q. Mushta kichik vaqtlardan boshlab. Bo'lsa-mu ular bir shanba ota-onalari bilan bir mehmonlarga berib qolsa, bir Uyg'urlarni ko'rdi, bo'lmasa yo'q. Bu bizning bolalarimizning til muhitini bir taraytyapti. Yana bir jihatdan bizning bolalarning vatan bilan bo'lgan aloqasining uzilib qolishi, vatanga boramizmi, vatanki bu mo'minlari, urug' tuqqanlari bilan telefonlar, ekranlar orqali bo'lsa-mu ko'rishib, ular bilan paranglashib turishdan iborat mushunchalik bir mumkinchiligining bo'lmasligi, mush mumkinchiliklar siz cho'ng bo'layotgani, ularning kimligini tonishi, qaysi to'qqa tava ekanligini his qilishi va shu ona tilini o'rganishi degandek mushu muhim ishlarga keladigan energiya manbasini uzib qo'ydi. Bir cho'ng harakatlantirish kuch manbasidan uzilib qoldik. Bizning bolalarimizning vatan bilan bo'lgan aloqasi xuddi bir daraxtni bir odam kelib yildizidan ajratib bir palto bilan chepib etgandek Xitoy qonxo'rlar tarafidan bu mumkinchiligi, bu huquqi tortib olindi. Şu mening demoqchi bo'lganim, mana mushu sabablar tufaylidan biz o'zimizni hargiz atrofimizga turk, arab, Somali deymiz, mushu atrofimizda yashayotgan cho'ng guruhlar bor, biz ularga hargiz selishtirib olmaymiz. Bizning bolalarimizning dush kelayotgan xirsleri ularnikidan nechasi kuchlik. Bizning bolalarimizning ona til o'rganishi ularnikidan nechasi qiyin. Bu nuqtada mening sizlarga demoqchi bo'lganim nima desam, masalan biz bir Pokistonlik qo'shnimiz bo'lsa, ya bir turk qo'shnimiz bo'lsa, bu qo'shnimi bir bolasiga ona til o'rgatib ketmaydi. Shu mushtaq qilib bolasi o'rganib qoldi, mana shunda yap so'zlab yurmamdi deb buni o'zimizga bir xil o'rnak qilib olmayli. Bizning ehtiyojlarimiz boshqa. Bizning ahvolimiz muajirat, biz atrofimizda ko'rayotgan bu chet ellik guruhlarning, bu ko'chman guruhlarning hech qaysiga o'xshamaydi. Nima uchun? Chunki ularning bolalari vatanlariga bora oladi, bu mo'minlar bilan ko'risha oladi. Ularning soni ko'p atrofida. Ana til anglash muhiti keng, fursatlari jiq. Ularning iliq vatanning YouTube'da sonsiz kanallari bor, o'z tillarida. Iliq vatandan ana til kitoblar degan kurmang ashlarni akeltira oladi. Hech bir to'salg'usi yo'q. O'zlari garchi jo'grafiyalik bu yerda yashayotgan bo'lsa-mu, vatani bilan bo'lgan aloqasi shunchalik darajada kengri. Mana bu sabablardan biz bolalarimizning oldi bilan nihoyat qiyin ahvolda ekanligini, bizdan nihoyat ko'p yordam va kuch talab qilganini tushunaylik. Bu ehtiyojlarimizning boshqalarga o'xshamaydiganini, ahvolimizning bekli farqli ekanligini tushunmasak, biz osonla boshqalarning iliqi, oson ona tilini mushta chiqirib, mushta so'zlab ketib, Somalining, Arabning bolalari. Ashlarga biz osonla aldinib qolamiz. Mening demoqchi bo'lganim. İkinchidan men buni mandaq o'ylayman. Lekin ba'zilarning bolalarining tili chiqyotidi. Zo'r ko'pchilik Uyg'urlarimizning bolalarining tili chiqmayotidi yoki misbek asosiy ojiz bolaning tili cho'pbek zadimishda bir shamolchisi uchib ketadigan yupurmoqdaklam. Buning sababi nima? Buning sababi meningcha bo'lganda bizdagi mecburiyet tuyg'usining, mas'uliyat tuyg'usining uyg'onmasligidan ham tirishchanliklarimizning yetersizligidan bo'lyotidi. Biz iliqi vatanlarda o'qiyotganlarimiz bilan tamlaq yo'g'on sho'rlarni yozib qo'yadiq, g'oyalik, bilimlik, adab, axloqliq avlodlarni yetishtirish deb. Demakchi bo'lgani bir insonning bir g'oyasi bo'ladi-da. Bir ma'rifning, shu Xitoy ma'rifining jinda g'oyalik insonlarni yetishtirish deydigan bir sho'ar bo'lsin botdi. Chunki insonning bir orzu umidi, bir istigi bo'ldi deymiz-ku. Ham biz muajiratga kelib yashapdik, biz bu yerlarda ota-ona bo'ldik. Biz ota-ona bo'lish sifatimiz bilan bizning bolalarimizga qarata bizning nima g'oyamiz bor? Bu chet eldagi hayotimizning, mush hayotni yashayotgan bir inson bo'libdimi? Manda yashayman. Manda yashig'im bor. Mushunda bolalar bormi, yo'qmi bizning g'oyalarimizning ichida? Mush avlodni uzib qo'ymay, tilini o'rgatib, dinini o'rgatib, kimligini tonitib, mush kimlikni saqlab qolmay deydigan mushta g'oyamiz bormi? Biz mana shu g'oyamiz haqida o'ylangan vaqtimizda agar bo'lsa, bir nishonimiz bo'ladi, anankin bizda bir mas'uliyatning borlig'ini his qilamiz,
mecburiyetlerimizni ado qilishga atlanamiz. Mening sizlarga chaqiriq qilmoqchi bo'lgan ishim shu bugun. Bunda bir mas'uliyat tuyg'usi, majburiyat tuyg'usi uyg'onmay turib, biz harakatga o'tolmaymiz demoqchi bo'ldim. Biz shu yeb ichib, mehmonga berib, ishlarni qilib, ish qilib, ma intamda o'tdim, ma xizmat kirdim, bak yaxshi muvaffaqiyatlarni qozonyapman. Ballalarim yaxshi cho'ng bo'lyotdi, maktablarda yaxshi o'qiyapti. Biz mushtaq hayotning quli bo'lib o'tib ketib qolamiz. Agar biz mushtaq yashayotgan bo'lsak, agar bizda mas'uliyat tuyg'usi, majburiyat tuyg'usi uyg'onmagan bo'lsa, biz o'zimizdan cho'qim men bola beqiyotgandim, bola tarbiyalayotgandim deb so'rab beqishimiz kerak. Demoqchi bo'lganim, bu bola faqat sizning bolangiz emas, bu bola ham millatning bolasi. Qilayotgan xizmatimiz amniyatda bek sharaflik, bek mushkul. Lekin intayin ulug' bir xizmat. Nima uchun bizning vatanda yo'qotilyotdi? Umid nayt zo'r xizmat, nayt zo'r vazifa ki mush bolalarning yelkisiga tushib qoladi. Tushmisimi tushidi, tushsimi tushidi. Shunga biz mandaq aytganda kelgusiga kurash maydoniga jangchilarni tarbiyalayapmiz. Bu ishlarda meni demoqchi bo'lganim, bola tug'ilib 1 yoshga kirguncha har qancha ota-ona bo'lishning payzini surib, shu baxtning quchug'ida allaylinib bu ishlarni o'ylamagan bo'lsakmi, bola 1 yoshga kirgandan keyin biz cho'qim bu haqda o'ylanishimiz kerak. Mana shu mas'uliyat tuyg'usi uyg'onmasa bizda, biz xuddaylik bir mashinani mangdiradigan may yo'qdek, bizning ichimizdan bir narsa kelmaydi. Kelmagandan keyin bizning tirishchanliklarimiz shuningga tushliq bo'ladi. Qo'lga keltirgan natijalarimiz shuningga tushliq bo'ldi. Shunga mening demoqchi bo'lganim, bola 1 yoshga kirdi endi. 1 yoshga kirdi, bizmi yiliqi burun qanday yashagan bo'lishimizdan qat'iy nazar, amaliyot bu hammamizga mos kelib, bolamiz hozir qancha yoshga kirib ketgan bo'lishidan qat'iy nazar, biz bir xizmat holatiga o'taylik. Biz necha vaqtni o'tamagan bo'lsak, buning xilma-xil sabablari bo'lishi mumkin. Masalan, biz bilmadim, qilolmadim, nereden başlashni bilmadim degan bo'lishimiz mumkin. Aldirashchilik ichida vaqt chiqaramagan bo'lishimiz mumkin. Vatan bilan aloqamiz uzilib, har xil psixikalik sinoqlarga duch kelgan bo'lishimiz mumkin, tushkunlashgan bo'lishimiz mumkin. Lekin majratga Uyg'urlar, ota-onalar mening sizlarga savol qo'yadigan savolim hozir. Agar bizga ikki tanlash bo'lsa, biz mushta yashab yo'qolib ketamdik, yoki bo'lmasa biz psixikamizni sal o'ngshab, tangshab, botirlik bilan mush reallikka yuzlanib, bir amal qilib mush bolalarimizni Uyg'ur qilib saqlanib qolamdik. Qaysini tanlaymiz? Chunki bizning oldimizda uningdan boshqa tanlash yo'q. Bu savolni men chiqaribamdim. Bu chiqaribamdim. Bu bizning hozirgi realligimiz-ku. Meningcha birinchini tanlaydigan ota-onalar yo'q-ku deyman. Hammamiz ikkinchini tanlaymiz. Lekin biz amaliyatimizni tanlashimiz kerak. Demakchi o'g'lim, amaliyatimizmi ash ikkinchini tanlagandek yashashimiz kerak. O bolalarni bundan normal yashab boshqalar debdi, bunda qilsak o'rganib qolmaydi. Men bular haqida yana tafsiliy to'xtalmay, hozir 13 minut bo'lib ketibdimi? Shu men demoqchi bo'lganim, oldi bilan o'z rolimiz, o'z majburiyatlarimiz, mas'uliyatlarimiz bugungi Uyg'urlar hayotida, o'zimizning bolasini hayotlarimiz bugungi Uyg'urlar hayotida, bugunida va kelgusida men bir ota-ona bo'libman, bir Uyg'ur ota-ona bo'libman. Mening qilishga tegishli xizmatim nima deganni boshda bir o'ylaylik. Bir kuchga to'laylik. İçimizden bir uyg'ongan vaqtimizda anatga xizmatlar yetgucha qilib berib qolamiz dedi. Bugun mushunchalik so'zlay, Xudoyim bersa erta yoki o'gin buning ikkinchi tarmoq mazmuni bolani qancha yoshda yasliga beramiz. Ya'ni hamda konkret nuqtalarga kelamiz hamda shu nuqta to'xtalib bugun mushunchalik bo'lsin hamsa. Bo'ldi, hammanglarga Alloh omonat, kelaqatim ko'rishaylik.